Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan qorinni to'g'ri mushagini qini, vagina musculi recti abdominis haqida gaplashamiz. Mushakni qini qorinni lateral guruh mushaklarini aponevrozlaridan hosil bo'ladi va bular kindikdan yuqorida hamda kindikdan pastda o'ziga xos bo'lgan anatomik tuzilishga ega. Shuning uchun ham bularni ikki qismga bo'lib, ya'ni kindikdan yuqorida hamda pastda joylashgan mushak qini ko'rinishida o'rganib chiqamiz. Kindikdan yuqorida musculus rectus abdominis quyidagicha qin qoplamasiga ega bo'ladi. Qin qoplamasi kindikdan yuqorida ikkita plastinkaga ajralgan bo'ladi. Ya'ni lamina anterior hamda lamina posterior. Oldingi hamda orqa plastinkalar. Oldingi plastinkani qorinni tashqi qiyshiq mushagi hamda ichki qiyshiq mushagini kindikdan yuqorida ikkiga bo'linishi yuzaga keladi. Aynan mana shu ikkiga bo'linishidan hosil bo'lgan oldingi varog'ini to'g'ri mushakni oldidan qoplovchi ichki qiyshiq mushakni oldingi varog'i hosil qiladi. Ya'ni lamina anteriorni tashqi qiyshiq mushak hamda ichki qiyshiq mushakni oldingi varog'i hosil qiladi. Orqa plastinkasini esa lamina posteriorni aynan mana shu ichki qiyshiq mushakni orqa varog'i, ya'ni posterior deb qo'yamiz aytga, hamda qorinni ko'ndalang mushagi. Aynan mana bu to'g'ri mushakni orqadan qoplab oladi. Bu bizda kindikdan yuqorida qoplanishi. Yaxshilab e'tibor beramiz. Mana bu bizda qorinni to'g'ri mushagi. Kindikdan pastga tushadigan bo'lsak, bu qoplama o'zgaradi. Aynan mana bu tarzda. Kindikdan pastda esa lamina posterior, ya'ni orqa varoq yo'qoladi va barcha yon guruh mushaklari oldinga o'tib qoladi. Ya'ni mushaklarning aponevrozlari musculus rectus abdominisni oldindan qoplaydi. Ya'ni tashqi qiyshiq ham, ichki qiyshiq ham hamda ko'ndalang ham demak musculus rectus abdominisni oldindan qoplab turadi. Mana shu narsa bizda demak kindikdan yuqorida hamda pastda to'g'ri mushakni qoplovchi qinni farqi hisoblanadi. Musculus rectus abdominisni bunchalik ko'p mushak qinlari, ya'ni aponevrozlari o'rab olganligini sababi qorinni oldingi devoriga juda katta bosim tushadi. Ya'ni har xil fiziologik aktlarni bajarishda qorinning ichki bosimi aynan qorinning oldingi devoriga tushadi. Bu bizda yo'talish bo'lishi mumkin, axlatni chiqarish defekatsiyasi, ayollarda demak tug'ruq jarayonlarida hamda har xil dinamik harakatlarni bajarayotganda kuchanish vaqtida aynan qorinning oldingi devoriga asosiy bosim tushganligi hisobiga aynan mana shu bosimga bardosh berish uchun anatomik jihatdan mana shunday mustahkam qinga ega bo'ladi bu mushak.